Ani bloger erichi uni sayohatga olib ketdi. Mashina ham sovg'a qildi, yangi uy ham olib berdi. Meni erim hech narsa qilib bermaydilar, deysizlar. Hozir shu haqida sizlar bilan gaplashmoqchiman. Qizlar, sizlar eringlarga jahl qilayotganinglarda, siz menga unaqa qilib bermayapsiz, siz menga bunaqa qilib bermayapsiz, ana palonchini eri unga mana qilib berdi, ana qilib berdi deb jahl qilayotgan paytinglarda bitta o'ylab ko'ringlar. Allohga jahl qilmayotganmikinsizlar? Nimaga bunaqa deyapman? Chunki rizq nasibi mana bu peshonagimda yozilgan. Sizga o'sha mashina yozilgan bo'lganida farqi yo'q, uni eringiz olib beradimi, olib bermaydimi, sizga o'sha mashina kelardi. To'g'ri sababini qilish kerak, lekin u yozilmagan bo'lsa, sizga kelmaydi hech qanaqasi. Eringiz mana puli tayyor bo'lib ham sizga olib bermoqchi bo'lsa ham olib bera olmaydi. Bu rizq nasibi masalasi. Sizlar Allohdan so'rashingiz kerak. Sababini qilasiz, harakat qilasiz, lekin siz eringizga jahl qilishga haqqingiz yo'q. O'zi u sizga должен emas. Sizni ust boshingiz bo'lsa, tomingiz bo'lsa boshingizda, qorningiz to'q bo'lsa bo'ldi. Sizga u makaron olib beradimi yoki bo'lmasam restoranga olib boradimi, uni farqi yo'q. Ishoninglar, agar sizlarni peshonanglarga o'sha mashina, sayohat yozilgan bo'lsa, o'sha narsa sizga osmondan bo'lsa ham tushadi. Ishonasizlarmi? Sizlar aqlingizga sig'dira olmaysizlar, lekin bir kunda eringlar ham boy bo'lib ketadi, qayerdandir puli ham keladi. U sizga qiyin, sizning miyangizga qiyin, lekin Allohga oson. Duo qilinglar, sabr qilinglar, lekin eringlarning boshini qotirishni to'xtatinglar. To'g'risi, hech qanaqa to'lqi yo'q. Вообще prям. Chunki hamma narsa mana Mamadikimda yozib, chizib, bichib bo'lingan. Sizga nasib qilgan bo'lganda o'sha sayohatga borib, o'sha yerda o'sha ovqatini yeyish, o'sha usti boshingizni kiyish, u kelardi sizga. Bo'ldi, boshqa gap yo'q bu yerda. Ishoninglar, men hech qanaqa coach, motivator yoki psixolog emasman. Prosta yon atrofimdagi qizlarni, ayollarni qattiq harakatidan, qilayotgan ishidan, gapiradigan gapidan kelib chiqib shunchaki bu narsa bilan bo'lishkim keldi. Bu to'g'risi. Men esa tayyor bo'ldim. Fikringizni esa kommentariylarda kutib qolaman. Xayr.